qancha kunlar, yillar bir yomon ishlar bilan ovora bo'lib yurgan odam shu ishni qilmaymikin desa shayton qilib yurganda ikkita shayton bo'lsa 300 ta shayton keladi. Qaytyapti bu deydi. Uni fohisha ayol fohishalikdan qaytyapti deydi. Qaytarma buni deydi. Buni stili nima? O'ylasan deydi. 7 yildan beri fohisha bo'lsang deydi. Yemagan qanting qolmagan bo'lsa deydi. Sani o ko'chadagi haykallarni ham taniydi deydi. Qo'y deydi. Tavba qilma deydi. Tamom bo'lgansan sen deydi. Qariganingda to'xtarsan deydi. Ana o'shaning uchun Xudo aytayaptiki, noumid bo'lma deydi. Shunaqalar borda noumidda desa, tushkunlikka tushib qolgan. Yo'q, Rasululloh alayhissalom nima dedilar? Alloh tavbalarni qabul qiladi, modomiki bandani g'arg'ara payti kelmagungacha deganlar. G'arg'ara nima desa, o'layotganda joni chiqayotganda xirillab qoladi. Shuni g'arg'ara payti deydi. G'arg'ara paytimiz balkim hozir kelib qolar. Bilmaymiz biz. Internetga kirsangiz, o'limlarning turi bor YouTube'da. Velosipedda o'lib qolgan, avara bo'lib o'layotgan, gapiryapti o'layotgan, Qur'on o'qiyotib o'lib qolgan. Ha, g'arg'ara kelgungacha tavba qabul qilar ekan, xotirjam bo'lmaslik kerak.